Bugungi mehmonimiz barcha mehmonlarimizdan tubdan farq qiladi. Chunki ularning kasbi nafaqat jismga, balki ularning ruhlari va o'zlariga ham katta sinovdir. The Tafakkur yangi sonimiz. Boshladik. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Azizlar, ko'rib turganingiz The Tafakkur loyihasi va bugungi mehmonimiz Tohirov Muhammad Yusuf bo'ladilar. Xush kelibsiz. Muhammad Yusuf, loyihamizga avvalo yo'q demasdan xo'p deb kelganingiz uchun katta rahmat. Vaqtingizni ajratganingiz uchun katta rahmat. Alhamdulillah, rahmat. Qaysi holatdan so'ng bu ishni tanladingiz va bu qarorga qanday keldingiz? Bu sohaga kirishimga sababchi bo'lgan insonlardan birinchisi otam, ikkinchisi ayolim bo'ladi. Otam betob bo'lib qolgan holatlarda shifokorlar ko'pga bormaydi deb aytishganida ayolim o'rgatgan menga shu narsani. Sizni vazifangiz adajonni oxirgi manzilga kuzatish sizni vazifangiz hisoblanadi tushuntirganda ayolimni amakilari Muhammad Amin akam o'rgatganlar bu xizmatni. Adamni betob bo'lib qolganlari sabab bo'lgan. Birinchi ish kuningizni esla olasizmi? Agar uni ish kuni deb atay olsak. Bu sohaga kirganimdan keyin xizmatga birinchi marta hayit kuni chiqqanman. Ustozim bilan chiqqanman. Qarashib olasiz, yordam berasiz, o'rgataman deb. O'sha paytda yoshlari katta nuroniy otaxonga bordik. Juda go'zal holatda edilar. Hayratlanarli qanaqadir boshqa narsa kutgandim men bu narsadan. Bu xizmatga oldinlari kirmaganman. Umuman kirmagan. 20-yilgacha siz nima ish bilan shug'ullangansiz o'zi? Ya'ni bunga qadar, bu kasbga qadar. Lift sohasida, juda og'ir mehnat sohalarida ishlaganman. Zapravka sohasida ham ishlaganman, benzo zapravkada. Somsoxona sohasida ham ishlaganman. Juda ko'p sohalarda ishlab ko'rganman. Sohani umumiy 180 gradusga o'zgartirganingizdan keyin yaqin atrofdagi do'stlarda, qarindosh fikri qanaqa bo'ldi sizga nisbatan? Shu xizmatga kirganimdan keyingi menga bo'lgan munosabati juda chiroyli bo'lgan. Xursand bo'lganman. Oldinlari urushib, talashib muomala qiladigan yaqinlarim, do'stlarim juda maqtagan. Kutmagan holatimda, masalan, ikkita do'st yaqin bo'lsa, bir-biriga qo'pol munosabatda bo'lib qo'yadi. Shunaqa, erkalik bir-biriga. Lekin u holatda yaqin do'stim bor. Sohaga kirganimdan keyin juda jiddiy holatda tushuntirganda, men seni ko'rib xursand bo'ldim. Juda ham xursand bo'ldim bu holatga. Omadingni bersin. Ibrat bo'ldi deganda. Birinchi ish kuniga qaytaylik, qalbdan nima o'tgan? Oldin bu holatni ko'rmaganim uchun, ko'rgan bo'lsam ham yuvilayotgan holatini ko'rmaganman. Birinchi kun bo'lgani uchun men u yerda hech qanaqa ish qilmaganman, faqat kuzatish bilan band bo'lgan. Kuzatish, suv uzatib turish, o'girib turish bo'lgan. Birinchi kun o'ylaganman faqat. Mana shu xayoldan hamma narsa o'tadi. Otam shuni o'rnida bo'lsa-chi, yo o'rtog'im shu o'rnida shu insonning o'rnida bo'lsa-chi, yoki men o'zim shu holatda yotsam-chi qanaqa holat bo'lar ekan deb o'ylaganman. Juda tez bo'lgan. Bu holat yaxshi insonning ishi ham oson bitadi deb o'rgatganlar-da ustozim. Juda go'zal holatda ham boshqa bir viloyatdan ko'chib kelgan odamlarga borgandik o'shanda. U chiroyini ko'rib o'zi hayron bo'lgan. U insonni, u nuroniy otaxonning soqollari, u yoshlari katta-ku, oppoq-ku, u soqollari qoraygan, soqollar qoraygan, qoshlar qop-qora yaltirab juda go'zal holatga keladi-da. Yil 12 oy kun ora bu holatga guvoh bo'lib va bevosita unda ishtirok etish qiyinchiligi, uning sizdagi muhrlari qanday? Sohaga kirganimdan keyin men bildim, men faqatgina guvohman. Har bitta insonni so'nggi yuzini ko'rish uchun men guvohman-da. Har bitta insonni yuzini oxirgi marta men ko'raman. Shu narsa odat bo'lib qoldi. Yopishdan oldin rozi rizolik so'rab, har bitta janoza marosimi bo'layotgan xonadonda har bir mayitni tepasiga kafanni yopishdan oldin odat qilib oldim o'zim. Ozor bergan bo'lsam uzr,
Mendan rozi bo'ling, ikkalamizdan Alloh rozi bo'lsin. Mabodo meni jannatda topa olmasangiz Allohdan so'rang deb har bitta mayitga yetishni odat qilib oldim. Ertalab turaman, refleks bo'lib qolgan, telefonga qarayman. 24 soat telefon aloqada, to'xtovsiz telefon bo'ladi. Kimdir oqsurib kafanlik so'raydi, kimdir marosim moshina so'raydi, kimdir ayol g'assol, kimdir erkagi g'assol. Shunaqa holatlar borki, meni uyimda Qur'on tilovat qilish uchun odam yo'q. Menga domla gaplashib bering, 3 kun Qur'on tilovat qilib o'tirsin deb shunaqa murojaatlar ham bo'ladi. Ham odam bo'lgani uchun yo'q-da u. Yoki Shayx hazratlaridan sal kamroq odam keladi ularning janozasiga. Shunaqa darajada odam ko'p bo'ladi, lekin Qur'on tilovat qilishga odam yo'q. erta borgan xizmatingiz, eng kech borgan vaqtingiz qanaqa bo'lgan? Eng vaqtli borganim bomdodga boraman. Soat ertalabki 5 hisoblasangiz, Tadbirda. ertalabki 5 hisoblasangiz, janoza namozi 5 ta bomdod namozidan keyin o'qiladi. Vaholanki men u yerda eng kamida 3 soat oldin borishim kerak. Nimaiki ko'pchilik uxlab qoladi, bomdod namoziga ozgina qiyinchilik bo'ladi. Ko'pchilik uxlab qoladi. Ya'ni kechasi 2 da ekanda, kechasi 2 da boshlanар ekanda, 11 dan boshlab 2 gacha boraman. kunduz kuni endi u yog'i ketaveradi. Kunduz kuni Asrga ham obedga 2 da boraman. Hozirgi payt ulguraman. 3-4 qilib mana shunaqa to'g'rilaymiz. siz ko'rgan eng og'ir pushaymon nimaga bog'liq edi? Ko'p juda guvoh bo'lganman bu pushaymonlikka. Eng kattasi, eng og'iri ota-onaga o'z vaqtida xizmat qilmaslik, o'z vaqtida oldida non tuziga qaramaslik, yonida xizmat qilmaslik yoki biron bir boshqa ehtiyojini qondirmaslik juda ko'p bo'ladi. Bu pushaymonlik ko'p guvoh bo'lganman. Hali-haligacha men o'zim ham pushaymon bo'laman bu narsadan. O'sha vaqtda tan olib yig'lanadimi shunda? Bunaqa holatda har bir o'g'il juda afsusda bo'ladi. Juda qattiq pushaymon bo'ladi. Yig'laydi, dodlaydi. U nadomat chekib mana qilish kechligini tushuntirish ham befoyda-da ularga. Nimaiki o'zi uyda musibat bo'lib turibdi. Guvohi bo'lgan eng sizni shokka solgan holatchi mayit ustida bo'lgan. Meni ajablantirgan holatlardan bittasi janoza egalari uyda yuvishni man qildi. To'xtatdi. Men ajablandim. Juda menga bu holat yoqmadi. O'zimga yoqmadi. Bu meni fikrim, shaxsiy fikrim. Uyda yuvmaysiz, uyda yuvsangiz yana boshqa bir insonni bu mayit olib ketishi mumkin. Yana ketidan o'lim bo'lishi mumkin dedi. Qayerda yuvish kerak ekan? Ko'chada. Ko'chada yuvish kerak ekan. Oddiy ko'chadami yoki? Ko'chada. Men borgan joy hashamatli uy bo'lsa, hashamatli uyni orqa tarafiga 2 metr, 2 metr, 2 metr, 2 metr kvadrat qilib oqtirib o'rab, tepasini ham yopib, joy qilib berishdi. Men o'sha yerda yuvdim. Men juda ajablanarli, masalan, bu narsa sizga ham qiziq bo'lsa kerak. Yuvdirmaydi. Uyda yuvdirmaydigan holatlar bo'ladi. Ko'pincha bu narsa ayollardan kelib chiqadi. Men agar meni farzandim 2 qat homilador, o'lim bo'ldi, hozir uyda yuvadigan bo'lsang, bu xonaga kiradigan bo'lsa, keyin xonadagi bola o'tib qoladi. Shunaqa darajada ong past. Bu narsani to'g'ri tushunishligini xohlardim men. Meni kuzatayotgan odamlar bu narsani faqat ibrat sifatida aytaman. Xizmat qilyapman, davom etyapti xizmatimiz. Yugurib kirdi. U mayitni kuyovi yoki o'g'li. Nimaiki men kutmagan bo'lardim, o'g'il bunaqa gap aytishi, ta'lim etishlari bor ekan, tilla ekan. O'shani olib bering deydi. Vaholanki mayit jon uzilganiga ancha vaqt bo'lgan, mayit qotib bo'lgan, iyaklari ham boylanib bo'lgan, shu holatda qotib bo'lgan. Ochaman siz qanaqadir qirsillagan ovoz chiqishi mumkin-da, payla cho'zilib qirs-qirs etib ovoz chiqadi. Ozor beriladi. Ozor berib qo'ymaydigan maqsadda shoshmang. Agar imkon bo'lsa, sharoitingiz bo'lsa, mana shunga muhtojligingiz bo'lmasa, olmang. Nimaiki bu narsani ko'pchilik biladi. Ta'lim etishda boshqa bir o'zini tishiga ilmoqli bir sim bo'ladi. Ilib qo'yiladi. Ilib qo'yiladi. 90% shunaqa ta'lim etishlarni ko'rganman men. Mana adamda ham shunaqa bo'lardi. O'sha xayolda shu narsa bo'lsa-chi desam bor dedi.
iltimos teming, bu narsani ololmaysiz deb tushuntirsam ham, yo'q aka, bizga shu narsa kerak, qaynanam aytyaptilar, oyim aytyaptilar deb iltimos qilishyapti. Ming bor uzrdim, ming bor uzr, men bu narsani qila olmayman. Iloji bo'lsa o'zingiz olib oling xohlasangiz. Bu gunohni men qilmayman. Mayitga ozor berish durust emas deb tushuntirdim. Aytsam, baraka topishsin, sug'urib olishdi. O'zlari Sug'urib olishdi. Og'izni ochib, qotgan terilarni ochib, shu darajada sug'urishdi. Keyin boshqatdan yuvdim. Og'izni to'ldirib qonga belashdi. Mayitdan ham qon oqadi. Ko'pchilik tushunmaydi, mayitdan qon oqmaydi deb o'ylaydi. Nega oqmaydi? Muzlagan tanaga baribir iliq suv yugurgandan keyin qon ham yumshaydi-yu. Sug'urib olishdi. Taletish sug'urib olgandan keyin og'iz to'ldi qonga. Boshqatdan o'girib, yo'lini qilib, poklab, Alloh qodir qilgancha poklab, xizmat qilib chiqib ketdik. O'sha bunaqa holatga duch kelmadingizmi? Yo'q, ko'p bo'ladi. Ko'p bo'ladi bu holat. Ko'p bo'ladi. Tillachish ham bo'ladi. Nima qilsak bo'ladi deydi. Bu maslahat, fikr bildirib o'taman. Bunaqa holatlarda iloji bo'lsa teginish kerak emas. Agar jon uzilishidan oldin ko'pchilik uyquda ketadi. Jon uziladi. Uyquda ko'pchilik talaychini yechib qo'yadi. Qo'yib yuborish shart emas. Shunaqa farzandlar bor, bu otamniki edi, badalini o'zlari to'lab, o'zlari haqqini to'lab olganlar. Yollariga qo'yib yuboring deydi. Tillachish qo'yib yuboradi. Bu narsa shart emas, mayit muhtoj emas bu narsaga. Shu narsani oling. Siz muhtoj bo'lmasangiz, boshqa bir muhtoj oilaga bersangiz, ancha otangizga savobi boradi. Shu narsa bitib tugagunga qadar otangizni duo qiladi shu insonlar deb yo'l yo'riq ko'rsatamiz. Hozir ko'pchilik shu narsaga amal qilyapti. Mana shu 2-3 yil ichida bunaqa sug'urib o'tganlarni ko'rmadim. Tushuntiraman, ko'nadi gapimga. Voy. Va so'nggi savolimiz. Eng yosh va eng yoshi katta inson farqi qanday bo'lgan xizmatingizda? Eng yoshi 3 kunlik. 3 kunligiga borganman. Yoshi ulug'. Bizga ham nasib qilsin bunaqa holat. Amin. Iymon bilan o'lish nasib qilsin hammamizga. 112 yoshga borganman. Holatlari qanaqa edi? Juda go'zal. Nuroniy otaxon, soqollari ko'krak qafasga tushib turibdi. Bir chiroyli qo'yib olganlar. Endi yoshlari ulug' bo'lgandan keyin ozib tarasha deydimi? Juda qulay. Juda qulay-da. Bu g'assollar meni tushunadi. Juda ozg'in, juda qulay. Yelkalardan ushlab o'zimga torsam o'girib beriladi. Shunaqa o'girilib qulay. Ya'ni ko'pchilik o'zlari o'girildilar, unaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi deyshadi. Yo'q. Ishi oson bo'ladi. Hech kim mayit o'ziga o'zi javob bera olmaydi, qanaqa o'giriladi. Ishi oson bo'ladi. Mayitni yelkasidan ushlab, uni tortsangiz o'giriladi. Juda oson. Qiladigan ishingizni qilib bitirib, yuvib poklayverasiz. Juda oson bitadi. 112 yosh. Aynan pasporti 112 emas-da. Menga yetishyapti. Dodam 112 yoshli. Yoshi katta odam-da. Men evaraman deyapti-da. Men evaraman. Suv tashirdi-da u bola. Men evaraman. Yoshi katta bola u ham. Burani anaqaga to'lgan, yoshiga to'lgan bola-da. 18 yoshdan o'tgan. O'g'il xizmat qilyapti bu yoqda. O'g'il doda, yoshi katta doda deyapman-da. O'g'il doda-da. 70 yoshda bo'ladi, o'g'illar 70-75 yoshda bo'ladi-da. Shuncha aytyapman-da, shu sababli bizga ham nasib qilsin shunaqa holat. Muhammad Yusuf, o'zimizni tengqurlarga nima maslahat berasiz? Hozirgi yoshlarga maslahatim nafaqat yoshi mendan ko'ra katta bo'lgan, bilagida kuchi bor insonlarga tegishli maslahat. Ota-onani har qanaqa holatda hassaga emas, bilagiga tayanishiga imkon yaratib berish kerak. Ish bo'veradi, har qanaqa holatda ish topiladi. Rizq egadan. Men o'zimda bo'ldi, otamga o'z vaqtimni ajrata olmadim deb o'ylayman. Nimaki ishga boraman, kasal holatlarda ishga boraman, ishdan ruxsat deyapti. Lekin
kamda, bu narsalar kam. Ota uchun, demak u meni otam. Boshqalarga ham maslahat beraman shu narsani har doim yonida bo'lishini. O'zi his qiladi-yu, biladi, ahvol og'ir. Ahvol og'ir, uzoqqa bormaydi. Yotib olsin yoniga, xizmat qilsin bosib, cho'miltirsin, bag'riga bosib, quchoqlab yotsin, hidiga to'ysin. Qiyin-da u narsa aka. Ana. Nima desa bo'ladi? Qachon qiyinligini tushunadi odam? Farzand otasi o'lgandan keyin tepasida yuvayotganda ham hech nimani tushunmaydi. Bu narsaga guvoh bo'ldim men o'zim. Jon uzilgandan keyin ota yonida-da. Baribir otani o'ligi ham ota. Oldingizda-da. Yopilganda ham ota quchoqlasangiz bo'ladi. U mayitni quchoqlasangiz otangizligini bilasiz-ku. Shu narsani o'z vaqtida qilish kerak. Tiriklik vaqtida qilish kerak deb maslahat beryapman-da. O'lgandan keyin foydasi yo'q. Ani yorib tashlayman, qo'y ikkita so'yaman, dasturxonni to'kin sochin qilaman. Shu boshqa insonni misol qilib keltirmayman men. Men o'zim dasturxonni yaxshi tuzashim mumkin. Yo qanaqadir haqlariga qattadir nimadir qilib qo'yishim mumkin. Menga nima naf bu narsadan? Men otamning duosini tiriklik vaqtida yoniga borib, ota meni mandaq qildim, o'zingiz qiling, bunaqa qiling, unaqa qiling deb tushuntira olmasam-da, top ovozini eshitasiz-ku, tuproq tashalyapti. Lahatni yopib, tuproqni tashyapti. Ana o'sha yerda his qiladi odam yolg'iz qolgan. Ungacha hech nimani his qilmaysiz. Janozada ishtirok etyapsiz, o'tiribsiz, atrofingiz to'la 40, 50, 60, 100 ta odam o'tiribdi. Hech nimani his qilmaydi hech kim. Yig'i-sig'i dotvoy bo'lishi mumkin, kimlardir ko'ngli bo'sh odamlar. Ko'ngli bo'sh bo'lmagan odamlarda aynan mana shunaqa ichidan zil ketadigan odam o'sha qiyin og'ir vaqt domla Qur'on tilovat qilishni boshlab tuproq top tushayotgan holatda juda xuddi shu yuk yelkaga tushayotgandek tuyuladi. Otasi o'tgan odam tushunadi, otasi o'tmagan odam tushunmaydi bu narsani. Mana shu bukchayasiz bo'ldi. Shunaqa bukchayasiz bu narsa. Meni ko'rayotgan odamlarga murojaatim bu. Iltimos qilaman, bu g'assollik bo'yicha, bu g'assollik pul topish manbai emas, yoki bir kasb qilib umr davomida faqat shundan kun kechiradigan ish emas. Iltimos qilardim bu narsani faqat shu yo'lda o'rganishni to'xtatishni. Bu narsa juda mas'uliyatli ish, yuzak qarash kerak emas. Keladi, yuvadi, yarim soat, 1 soat, uzoq 2 soat yuvadi, chiqib ketadi. Betilmaydi. Bu narsa men uchun, aynan men uchun bu narsa juda katta mas'uliyat deb o'ylayman. Insonni so'nggi yo'lga poklaysiz. So'nggi yo'lga poklaysiz. Kafanlaysiz. Bu yoqda haqqiga duo qilinadi, mayit tepasida haqqiga duo qilib kafan yopiladi. Farzandlarga tushuntiriladi, yig'i-sig'idan to'xtatib, shu yo'l yo'riq ko'rsatib chiqib ketilinadi. Bo'ldi. Xayol shu yerda qoladi-da. Xayol shu yerda qoladi. Nima bo'ldi ekan deb. Ha. To boshqasiga borguningizga qadar. Keyin g'assollarga, endi bu g'assolda, odamlar g'assollarga shunaqa past nazarda qarar ekanki, ko'p guvoh bo'ldim bu narsaga. Qo'l berib so'rashga ham tortinar ekan. Shu g'assollarga iltimos qilaman. Bu g'assollar ham odam. Unaqa yerga urish ham durust emas. Sharoit qilib berish kerak g'assollarga. Mayitga kengroq xona, o'tda odamlar men ko'raman, o'zim yuvaman deb qarashaman. Ko'pchilik kiradi. Ko'p hozir Toshkent shaharda ham, Toshkent viloyatida va boshqa bir O'zbekiston viloyatlarida ham yaxshi odat bo'ldi. Mayitga kirib men yordam qilaman, yuvaman, savob ilinjida. Ana o'shanaqa holatga ham tayyor qilib berib, xonani kengrog'ini topishligini iltimos qilardim. O'tda mayit yuviladi, atrofda odamlar. Kichkina 1,5-2 xonalarga kirgizib qo'yishadi, mayitni qanaqa holat yuvishni bilmay qolasiz. Z tafakkur loyihasi bugungi mehmonimiz Muhammad Yusuf bo'ldi va g'assollar bilan salomlashish borasida
qo'llaridan o'pib salomlashsa ham bo'ladi. Xayr, salomat bo'ling.